Vesselamu Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qardaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ü Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu' Zevaid, yani Hadisler Toplumu namlı kitabının 9. tomu. Biz çoğun uruşlar ve kıyamet alametlerini okuyatqan toq. Davamlaştırımız. Peygamber aleyhisselamның hutbada mundaq deganligini anladım degan. Temim Dari'nin tağı taraf oğulları kemiği çıktı. Davamı yukarı gelişine okşaş. Onun yana başka bir rivayetlerde mundaq deyilgan. Peygamber aleyhisselam Temimni cemaatine aldığı elip çıkıp vakalikini olarak söz etti. Onun yana başka rivayetlerde mundaq deyilgan. Peygamber aleyhisselam mundaq dep hitap kıldı. Ey cemaat, Temim Dari bana bunu anlattı. Kavimden bir guruh insan özlerinin kiyimisi bilen dana seferge çıkkan idi. Ularning kiyimisi parçalanıp ketdi. Ba'zilari kiyim taxtlarıga esilip aralga yetip bardı. Ahiri yuqortikiga o'xshash. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Payg'ambar alayhissalom peshin namozini o'qidi. Ondan munbarga chiqib, davomi yuqortikiga o'xshash. Ebu Davudning sahih rivoyatida mundaq deyilgan. Payg'ambar alayhissalom bir kecha xubdan namozini bir oz kechiktirdi. Keyin chiqib mundaq dedi. Meni kechiktirgan narsa Tamim Darining aralda uchrashgan odam haqida anlatgan hikoyasidir. Uningda mundaq deyilgan. Men jassasa bo'laman. Avu qasrga borgan dedi. Men u yerga bordim. Qarasam chechi yerga so'rilib qolgan, zanjir bilan bog'langan, osmon zamin orasida to'xtamay sakrayotgan bir odamni ko'rdim. Tirmizining sahih rivoyatida yana mundaq deyilgan. Falastin ahlidan bir guruh kishi kemiga chiqib yo'lga otlanibdi. Dengiz to'lqinlari ularni orollardan biriga chiqarib qo'yibdi. Ularga butun a'zoyini tuk besib ketgan bir maxluq yo'liqibdi. Uningdan "Sen kim?" deb so'ragan ekan, u "Men jassasa" deb javob beribdi. Ular "Bizga ahvolingni aytqin" degan ekan, u "Sizlarga hech nima aytmayman, sizlardanmi so'ramayman. Bu mahallaning u beshiga barsanglar, shu yerda sizlarga ahvol bildiradigan va sizlardan savol so'raydigan birini topsalar" debdi. Shuning bilan ular mahallaning u beshiga beribdi va zanjirga bog'langan bir odamni uchiribdi. U "Zug'ar buloqi haqida xabar beringlar" debdi. Ular "Buloqning suvlari etilib chiqyotidi" deb javob beribdi. U "Ko'l haqida xabar beringlar" debdi. Ular "Ko'lning suvi teshib turadi" deb javob beribdi. Ondan u Falastin bilan Iordaniya orasidagi Baysan xurmzorliqqa meyib beryapti deb so'rabdi. Ular "Shundoq meyib beryapti" deb javob beribdi. Ebu Davud Jabir'danmı bunun o'xshini rivoyat qilgan bo'lib, uningda Jabirning uning ya'ni Dajjalning Ibn Sayyad ekanligiga guvohlik berganligi naql qilingan. Uningga "Ammo u Ibn Sayyad o'ldi" degan edim, Jabir "U o'lgan bo'lsa-mu Dajjaldir" dedi. Men "U Ibn Sayyad musulmon bo'lgan" degan edim, Jabir "Musulmon bo'lgan bo'lsa-mu Dajjaldir" dedi. Men "U Ibn Sayyad Madinaga kirgan" degan edim, Jabir "Madinaga kirgan bo'lsa-mu Dajjaldir" dedi. İmam Müslimning 2937 numaralı hadisida Navvas ibn Sam'an radhiyallohu anhudan munaq rivoyat qilinadi. Bir kun ettigini payg'ambar alayhissalom Dajjal haqida so'zladi. Uni birda arzimas narsa qilib ko'rsatsa, birda qo'rqinchli narsa qilib ko'rsatdi. Hatto biz uni xorumliqqa bardak his qilib qoldik. Keyin payg'ambar alayhissalom bizning bir xil ansizlik ishi turg'unimizni sezib nima bo'ldinglar deb so'radi. Biz "Ey Rasululloh, atdigan Dajjal haqida so'zlab uni birda arzimas qilib ko'rsatsang, birda qo'rqinchli narsa qilib ko'rsatib shundoq tasvirladingki, biz uni xorumliqda bardak his qilib qoldik" dedik. Payg'ambar alayhissalom "Mening sizlar uchun ansiraydiganim Dajjaldan boshqa bir narsa. Dajjal men vafot bo'lmay turib chiqsa, sizlarni uningdan men o'zim himoya qilaman. U chiqqan vaqtda men bo'lmasam, har kim o'zini o'zi himoya qilsin. Allah Taala her bir musulmon uchun mening vakilimdir. U Dajjal budur chashliq, ko'zi tompiyib chiqqan yosh yigit bo'lib, Ba'ayni Abdul Uzza ibn Qatanga o'xshaydi. Kim uni uchratsa, uningga qarshi Kahf surasining bosh tarafini o'qisin. U Sham bilan Iroq orasidan chiqadi. O'ng va so'l yoniga buzuqchilik terib mangadi. Ey Allohning bandalari, u chog'da mustahkam turinglar dedi. Biz "Ey Rasululloh, u yer yuzida qanchalik vaqt turdi" deb so'ragan edik. Payg'ambar alayhissalom 40 kun turdi, ammo uning bir kuni bir yilga, yana bir kuni bir oyga, yana bir kuni bir haftaga,
Başqa kunlar bolsa, sizlarning hozirgi kunlaringizga o'xshaydi dedi. Biz, "Ey Rasululloh, bir yilga o'xshash bo'lgan bir kunda bizga bir kunlik namoz yetamdi" deb so'ragan edik. Payg'ambar alayhissalom, "Yo'q, yetmaydi. U uzun kunda uning vaqtini mo'ljallab o'qinglar" dedi. Biz, "Ey Rasululloh, uning yer yuzidagi tezligi qanchalik" deb so'radik. Payg'ambar alayhissalom, "U shamol ushirtgan yomg'ir o'xshaydi. Bir qavmning oldiga boradi, ularni da'vat qiladi. Ular uningga ishonib chaqiriqni qabul qiladi. U osmonga amr qiladi, yomg'ir yog'adi, zaminga amr qiladi, o'simlik o'sadi. Mol-chorvalar, kashqurlari, yelinlari sutga to'lgan, qo'rsoqlar to'ygan holda qaytadi. Ondan keyin u boshqa bir qavmning oldiga borib, ularni da'vat qiladi. Ammo ular uning so'zini rad qildi. Shuning bilan ulardan ayriladi. Atsarda u qavm qo'llarida hech qanday mol qolmaganligini ko'rdi. U bir xarob joydan o'tganda xazinamni chiqar deydi. U yerning xazinalari xuddi asallarlari boshliqiga agashgandek Dajjalning orqasidan agashib mangadi. Keyin yosh va sho'x bir yigitni chaqirdi. Uni qilich bilan chepib ikkiga bo'libdi va ikki tarafga perqatib tashlatdi. Ondan uni chaqirsa, yuzidan nur yog'ib turgan holda tirilib, nihoyat xursa yetib keladi. Dal shu chaqda Alloh taolo Maryam o'g'li Isa alayhissalomni osmondan ranglik ikki kiyim kiygan va ikki qo'lini ikki farishtaning qanotlariga qo'ygan holda Şamning sharqidagi oq munaraga tushirdi. U beshini egsa suv tomchilaydi. Beshini ko'tarsa suv xuddi marjondek to'kilib turadi. Uning idini olgan har bir kafir o'ladi. Uning idi o'zining ko'zi yetgan joyga yetib boradi. U Dajjalni qo'g'lab, Lut darvosiga borganda uning yetishib oladi va uni o'ldirib o'tadi. Keyin Maryam o'g'li Isa alayhissalomning yoniga Dajjalning fitnasidan saqlanib qolgan bir qavm keladi. Isa alayhissalom ularning yuzlarini siylaydi va har biriga jannatdagi darajalarga qarata xitob qiladi. Ana shu chog'da Alloh Isa alayhissalomga vahiy qilib, "Men bir toifa bandalarimni chiqardimki, hech kim ularga teng kelolmaydi. Shunga sen yaningdagi mo'minlarni turtiga olib kel" deydi. Shundan keyin Alloh Ya'juj va Ma'jujni avatidi. Ular yer har qaysi tubliklardan eqib keladi. Ularning dastlabki firqalari Tabariya ko'lidan o'tganda, uning suyini biroqli ishvitidi. Keyingi firqalar o'tganda bu ko'l suv bor edi, qayerga ketdi deyishidi. Allohning payg'ambari Isa alayhissalom va hamrohlari qurshovga ilinadi. Hatto bir o'kizning beshi ular uchun sizlarning hozirgi 100 dinaringlardan qimmatli bo'lib ketadi. Isa alayhissalom va uning hamrohlari Alloh taologa yolvoradi. Alloh Ya'juj va Ma'jujning bo'ylariga qurtlarni musallat qilib qo'ydi. Ham va hammasi xuddi bir odam o'lgandek biroqli o'ldi. Isa alayhissalom va hamrohlari to'pilikdan pastga tushganlarida ularning o'liklari va badbo'y piroqlardan boshqa hech narsa topolmaydi. Ular Allohga bu o'liklarning va badbo'y piroqlarning yo'qolishini deb duo qiladi. Alloh u yerga tugi bo'yindek yo'g'on qushlarni avatidi. Qushlar ularni Alloh xohlagan yerga elib ketadi. Ondan Alloh mo'l yomg'ir yog'dirib, u yerni aynakdek pak-pokiz qilib o'tadi. Ondan zaminga mevalaringni o'stirib, berkitingni bergan deyiladi. Shuning bilan jamoat u kuni anor yeydi. Va anarning po'sti ostida soydaydi. Alloh hamma narsaga barkat beradi. Hatto yangi botlaqlagan bir tugining suti bir butun xalqqa, yangi mo'zaydigan bir kalning suti bir qabilaga, yangi qo'zilgan bir qo'yning suti bir to'p kishi yetadi. Ana shu chog'da Alloh mayin shamol avatadi. Bu shamol ularning qo'ltiq ostidan o'tib, har bir mo'min va musulmonning ruhini qabziroq qiladi. İnsanlarning askillari qilib eshakdek oshkora jinsiy munosabat o'tkazadi. Qiyomat ana shularning ustiga qoyim bo'ladi. Boshqa bir rivoyatda bu ko'lda suv bor edi degan so'zdan keyin mundoq bayon qilinadi. Keyin Baytul Muqaddasga bir toqqa berib, biz yer yuzida o'ltirmagan kishi qolmadi, hamda osmondagilarni o'ltiramiz deyishidi va osmonga o'q etishga boshlaydi. Ammo Alloh ularning o'qlarini qonga bo'yalgan holda orqasiga qaytaradi. İmam Buxariyning 1882 numaralı hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga Dajjal haqida ko'p so'zlab berdi va mundaq dedi: Dajjal chiqadi, ammo uning Madinaga kirishi cheklanadi. Shuning uchun Madinaning atrofidagi sho'rliq bir yerga tushadi. U kuni insonlarning eng yaxshisi uning oldiga chiqib,
Guvohlik beramanki, sen payg'ambar alayhissalom bizga so'zlab bergan dajjalsan deydi. Dajjal boshlariga qarab, nima deysizlar? Men bu odamni o'ltirib, ondan tirildirsam, bu ishdan shubhalanamsizlar deb so'raydi. Ular yo'q deydi. Shuning bilan Dajjal uni o'ltirib, ondan tirildirdi. U odam qaytarilgandan keyin Alloh bilan qasam qilamanki, bugun men sening haqiqiy abdubasharangni tunib yetdim deydi. Dajjal buni anglab uni o'ltirman deydi, ammo o'ltirolmaydi. İmam Müslimning 2938 numaralı hadisida mundaq deyilgan. Bir mümin adam, ey xaloyiq, payg'ambar alayhissalom so'zlab bergan dajjal mana budur deydi. Buni anglagan dajjal buni tutib yerga yatqizib beshini yeringlar deydi. Müminning qo'rsiqi va dumbisiga bo'lishiga uriladi. Ondan dajjal qandaq endi menga ishonmamsan, ishonamsan deydi. Mümin yo'q, sen yolg'onchi dajjalsan deydi. Dajjal yana buyruq berdi. Bu qatim har bilan uni ikkiga bo'lib tashlaydi. Dajjal bo'lingan ikki parchaning orasidan mengib o'tgandan keyin jasadga o'rnidan tur deydi. U bijirim holatda o'rnidan turdi. Dajjal yana endi men ishondingmi deb so'raydi. Mo'min seni texmi yaxshi tonidim deydi. Ondan insonlarga qarab, ey xaloyiq, endi bu dajjal mendan keyin hech kimga ziyon zahmat yetkazolmaydi deydi. Buni anglagan dajjal uni bo'g'izlab o'tmoqchi bo'ladi. Lekin mo'minning bo'yni misqa aylandi. Shu sababdan dajjal uningga hech narsa qila olmaydi. Ondan uning putqo'lini tutib atadi. İnsanlar uni, ya'ni mo'min odamni jahannamga tushib ketdi deb o'ylaydi. Ammo u jannatga tushadi. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan. Bu mo'min olimlarning Rabbi nazaridagi eng ulug' shahiddir. İmam Müslimning 2934-numaralı hadisida Uzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Men Dajjalning ilkidagi naslarini uningdan yaxshi bilaman. Uning ikki daryosi bo'lib, biri ko'rinishda oppoq suvga, ikkinchisi lavuldab turgan o'tga o'xshaydi. Uning bilan bir zamonda yashagan kishi lavuldab turgan daryo bo'yiga kelsin va qo'rqmasdan beshini egib, uningdan ichsin, chunki u o't emas, sovuq suvdir. Dajjalning bir ko'zi qo'yitilgan, ya'ni yo'q bo'lib, qo'yitilgan ko'zning o'rnida qalin bir teri bor. Ikki ko'zning ostida kofir yozilgan bo'lib, ikki ko'zining orasida kofir deb yozilgan bo'lib, savodliq yoki savodsiz har qanday mo'min kishi uni o'qiy oladi. İmam Müslimning yana bir rivoyatida mundaq deyilgan. Dajjalning so'l ko'zi qarg'u, chech qo'yiq bo'ladi. Uning jannati va do'zax bor bo'lib, do'zax degani jannat, jannat degani do'zaxdir. İmam Buxoriyning 7122 numaralı hadisida Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, hech kim payg'ambar alayhissalomdan dajjal haqida menda ko'p savol so'ramagan. Payg'ambar alayhissalom menga uning sana hech qanday ziyni tegmaydi dedi. Men aytishlariga qaraganda uning yanida bir tog' bilan bir daryo suvi bor ekan degan edim. Payg'ambar alayhissalom bu Allohning nazarida hech nimga arzimaydigan narsa dedi. İmam Müslimning 2945 numaralı hadisida Ummu Sharik radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam insonlar dajjaldan qochdi dedi. Men, ey Rasululloh, u chaqda arablar qayerda bo'ldi deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom u chaqda ular bek oz qoladi dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Dajjalning chiqqanligini anglaganlar uningdan yiroq tursin. Alloh bilan qasamki, kishi o'zini mo'min hisoblab uning oldiga keladi. Keyin uning aytgan shubhli so'zlar tufaylidan uning agishib ketadi. İmam Müslimning 2946 numaralı hadisida İmron ibn Husayn radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini anglagan. Adem aleyhisselamdan tartib taki qiyomatgacha Dajjaldan cho'ng maxluq yaratilmaydi. Yana bir rivoyatda Dajjaldan cho'ng bir hadis bo'lmaydi deb kelgan. İmam Müslimning 169 numaralı hadisida Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jamoatga Dajjal haqida so'zlab mundaq dedi. Shubhasizki Alloh bir ko'zlik emas, balki Dajjal bir ko'zlik bo'lib, o'ng ko'zi qarg'udir. Uning o'ng ko'zi poltib chiqqan uzumga o'xshaydi. İmam Müslimning 2931 numaralı hadisida mundaq deyilgan. Uning ikki ko'z orasida kafir degan so'z yozilgan bo'lib, buni uning qilmishlaridan norozi bo'lgan har qanday kishi yoki har qanday mo'min o'qiy oladi. Bilinglarki, hech kim o'lmay turib Rabbini ko'ra olmaydi. İmam Müslimning 2933 numaralı hadisida
Enes ibn Malik'ten rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan. Ümmetini bir gözlük yalğanç Deccal'a qarşı agahlandırmagan bir peygamber yok. Agah bulunlar, Rabbinglar bir gözlük emas, belki Deccal bir gözlük. Yani bir gözü qarığı bulup, onun iki gözü arasında kafir deb yazılgan. Ebu Davud'un Sahih rivayetinde Ubada ibn Samit'te rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Men Deccal haqida sizlarga ko'p so'zlab berdim, chunki tushunolmay qolishinglardan qo'rqdim. Deccal pakar bo'yliq, alçanlab mangdigan, chochlari budur, yakchashma, ko'zi poltiyib chiqibmi ketmagan, kiribmi ketmagan, balki suvi vetilgandekla ko'rinadigan biri bo'lib, agar uni faqat farq qilolmay qolsanglar, bilinglarki, Rabbinglar yakchashma emas." Müşeyek olsun devamlıklar katım okuyumuz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.